Erkaklar diqqatiga tez hojatga chiqasizmi? Peshob tomchilaydimi? Pastki qorinda og'riq bormi? Erkaklik quvvati pasayganmi? Bu oddiy holat emas. Vaqtida chora ko'rilmasa, prostata muammolari jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Yechimi bor. Prostamix Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 18 xil tabiiy giyohli kuchli formula prostata muammolarini bartaraf qilishga 100% yordam beradi. Hoziroq 55 kodi bilan 503-2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling va turkiyalik mutaxassisdan bepul maslahat oling. Faqat bugun birinchi marta murojaat qilganlarga 50% chegirma bor. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. NTV telekanalini xabar berishicha, Ukraina 15-iyul kuni yana teraktga qo'l urdi. NTV telekanaliga ko'ra 15-iyul kuni Zaporojye atom elektrostansiyasining bosh muhandisi Ukraina qurolli kuchlari dronini xizmat avtomobiliga bergan zarbasi oqibatida halok bo'ldi. Rosatom rahbari Aleksey Lixachovning ma'lum qilishicha, bosh muhandis bilan birga avtomobil haydovchisi ham halok bo'lgan. Bu fojia G'arb davlatlarini Kiyev rejimini terrorchilik harakatlarini yanada kuchaytirishga bevosita rag'batlantirish oqibatida yuz berdi. Bu beparvolikni bahosi insonlar hayotidir. NTV'ning urg'u berishicha, Ukrainaning qo'poruvchilik harakatlari natijasida so'nggi 2,5 oy ichida 13 nafar kishi halok bo'ldi, 48 nafar kishi esa jarohat oldi. Ukrainaning hafta ko'zgusi agentligining axborotiga ko'ra, Kiyev meri Vitaliy Klichko 15-iyul kuni kechki payt poytaxtdagi qurol-yarog' omborlariga berilgan zarbalar sababli Kiyevning turli nuqtalarida yirik yong'in yuzaga kelgani haqida xabar qilgan. Vitaliy Klichkoga ko'ra, yong'in bilan bog'liq vaziyat juda ayanchli ko'rinish kasb etmoqda. Negaki o't o'chirish ishlari 5 soatdan ortiq vaqtdirki hali ham davom etmoqda. Ukraina kommunal xizmatlari iste'molchilari uyushmasi rahbari Oleg Papenkani Strana agentligi orqali ogohlantirishicha, bu yilgi qish mavsumida Ukraina aholisi issiqlik va elektr ta'minotisiz bir necha kunlab emas, hatto haftalab qolib ketishi aniq. Sababi Rossiya hududida amalga oshirilgan qo'poruvchilik harakatlarini Moskva javobsiz qoldirmaydi va Ukraina aholisi bunga tayyor turishi shart. Eshitmaganlar uchun eslatma: Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump Fox News telekanaliga bergan intervyusida Ukrainadagi mojaroni o'zini prezidentlik muddati tugaguniga qadar, ya'ni 2029-yilga qadar yakunlanishiga umid qilayotganini bildirdi. Muxbirni undan oldinchi degan savoliga Trump bu menimcha imkonsiz deb javob bergan. Bu gapga esa tushundi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlarining Eron hududiga bergan yangi zarbalar to'lqini haqida qisqacha so'z yuritamiz. E'tiborli bo'ling. Wall Street Journal agentligining axborotiga ko'ra, 15-iyul kuni Amerika Qo'shma Shtatlari qurolli kuchlarining markaziy qo'mondonligi CENTCOM Eronga qarshi zarbalarni yangi to'lqini boshlanganini e'lon qildi. CENTCOMning bayonotida ta'kidlanishicha, yangi zarbalar seriyasi Islom Respublikasining harbiy obyektlarini zaiflashtirishga qaratilgan bo'lib, Amerika Qo'shma Shtatlari tomonining iddaosiga ko'ra, aynan shu obyektlar Hormuz bo'g'ozidagi kemalarga hujumlar uyushtirishda qo'llangan. Eronning Press TV telekanalining ma'lum qilishicha, Kuvayt hududidan Iroq havo hududi orqali Eron tomonga 6 ta raketa uchirilgan. Bunga javoban Eron harbiylari Yaqin Sharqdagi qator davlatlarda joylashgan Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy bazalariga zarbalar berdi. Wall Street Journalning yozishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Eronga qarshi Amerika harbiy operatsiyasini kengaytirish imkoniyatiga moyillik bildirmoqda. Nashr ma'lumotiga ko'ra, Hormuz bo'g'ozi yaqinidagi orollarni nazoratga olish hamda maxfiy yadroviy ishlar uchun qo'llanilishi mumkin deb hisoblanayotgan obyektga zarba berish variantlari ko'rib chiqilmoqda. Wall Street Journal manbalariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari tomoni Pikax tog'ida joylashgan tunnellar majmuasiga hujum qilish, shuningdek mamlakat hududidagi boshqa nishonlarga havo zarbalarini kengaytirish masalasini ham muhokama qilmoqda. Eslatib o'tamiz, RIA agentligiga harbiy ekspert Igor Karatchenkani bildirishicha, Donald Trump Eronga hujum qilish orqali Qo'shma Shtatlardagi qurol ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga katta yordam berishni maqsad qilgan. Boisi Igor Karatchenkoga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Yaqin Sharqdagi ittifoqchilariga birgina Patriot havo hujumidan mudofaa tizimi
tizimlarni yetkazib berish orqali 37 milliard dollardan ortiq daromad olishi mumkin. 2026-yil mart-may oylari davomida Pentagon Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt, Bahrayn va Qatar bilan yangi bitimlar hamda amaldagi mudofaa kelishuvlarini kengaytirish bo'yicha 7 ta shartnomani Kongressga yubordi. RIA'ning aniqlashicha, ushbu shartnomalar jami 1450 ta PAK-3 raketasi va 1000 ta GEM-T turidagi raketani yetkazib berishni nazarda tutadi. Yaqin Sharqda tinchlik hukmron bo'lgan paytda esa Kuvayt, Bahrayn, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklariga bu turdagi raketalarni keragi bo'lmaydi. Qiziq tomoni shundaki, Qo'shma Shtatlardan Patriot raketalari va tizimlarini sotib olayotgan mamlakatlarning barchasini hududida Qo'shma Shtatlarning harbiy bazalari mavjud. Qisqa qilib aytganda, Washington bu safar ham bir o'q bilan ikki nishonni urmoqchi. Ya'ni Qo'shma Shtatlar Eronga zarba yo'llab, uni o'zini harbiy bazalariga hujum qilishga majbur etmoqda. Bu esa o'z navbatida Qo'shma Shtatlar harbiy bazalari joylashgan mamlakatlarni o'z hududini himoya qilish uchun Amerika Qo'shma Shtatlaridan Patriot va boshqa raketalarni sotib olishi bilan yakun topadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.